Assalomu alaykum. Men ismim Ahmedov Muhammadjon. 916-sinf guruh talabasiman. Men sizlarga hozir jalbetsi usulida tugun qo'yish texnikasini ko'rsatib beraman. Bu tugun pastki usul ham deyiladi. Bu usulni birinchi va ikkinchi tugunlarga qo'llab bo'lmaydi. Chunki tugunimiz bo'sh bo'lib qolishi yoki qimillab ketishi mumkin. Shuning uchun dastlabki, ya'ni asosiy tugunni biz o'ng oldi tugunidan boshlab olamiz. Orqasidan ikkinchi tugunimizni o'ng orqa tuguni qo'yiladi. Bu tugunimizga mustahkamlik, ya'ni qimillab ketmasligiga yordam beradi. Endi jalbetsi usuliga keladigan bo'lsak, ko'rsatkich va bosh barmoq yordamida iplarimiz ushlab olinadi. Ya'ni ipni qaysi qo'lda boshlamoqchi bo'lsak, o'sha qo'lda, ya'ni o'sha qo'ldagi ipning ustiga uchta barmoq tushadi va o'ng qo'ldagi ipimiz barmoqlar ustiga kelib tushishi kerak va nomsiz va o'rta barmoq yordamida iplar ushlanib yuqoriga tortiladi. Bunda qaysi qo'lda bajarayotgan bo'lsak, o'sha qo'limiz yuqoriga ketadi. Biz chap qo'lda bajardik, shuning uchun ipimiz chap qo'lga ketdi. Yana qaytadan ko'rsatib beraman. Endi xuddi shu usul o'ng qo'lda bajaradigan bo'lsak, o'ng qo'l ustidan o'tadi. O'ng qo'l yuqoriga. Shu ketma-ketlikda qo'yilgan tugun jalbetsi usulda tugun hisoblanadi.